Videorolik tarixshunos olimlar Alimova, Karimov, Hasani, Ahmadjonov, Rajabov, Haydarovlarning ilmiy izlanishlari asosida tayyorlandi. 300 yilga yaqin Oltin O'rdaga qaram va tobe bo'lgan rus xalqi va nihoyat Pyotr Ining 1721-yilda Chor Rossiyasini imperiya deb e'lon qilishi bilan jahon tarixiga eng yosh imperiya sifatida kirdi. O'tmishda 16 ta buyuk saltanat qurgan turk xalqi esa 19-asrga kelib dastlab Chor hukumatining, keyin uning vorisi bo'lgan Qizil imperiyaning mustamlakasiga aylandi. Aslida Amir Temur Oltin O'rdani parchalab, rus xalqini uning jabr zulmidan ozod qilgan, ularni erkinlikka olib chiqqan edi. Tarixda hali hech bir imperiya o'zi bosib olgan hududdagi xalqni qirib, uni butun turmush tarzi, madaniyati va ongini o'zgartirishga, yana bu qilmishini oqlab, to'g'riligiga butun jahonni ishontirmoqchi bo'lmagan. Shunday bir axloq o'rnatish mumkinki, Rossiyaning Turkistondagi yirtqichliklarini ham to'g'ri qilib ko'rsatsa bo'ladi. Chor Rossiyasining Qrim urushidagi mag'lubiyatidan so'ng Aleksandr Gorjakov 1856-yilda Chor hukumatining tashqi ishlar vaziri etib tayinlanadi va unga 3 ta maqsad: Rossiyani buyuk imperiya sifatidagi o'rnini tiklash va xalqaro sanksiyalar izolyatsiyasidan olib chiqish, Parij tinchlik bitimidagi Chor Rossiyasining Qora dengizda harbiy flot va istehkomlarga ega bo'lishni taqiqlovchi bandini bekor qilish va nihoyat O'rta Osiyo va Uzoq Sharqdagi qo'shnilar bilan chegaralarni mustahkamlash vazifasi yuklatiladi. Turkistonni bosib olish alohida kun tartibidagi masala sifatida imperator Aleksandr II tomonidan 1859 va 1861-yillarda Saroy kengashida muhokama qilinadi. Kengash so'ngida Turkiston xonliklarini to'liq bosib olish va mustamlakaga aylantirish, o'lkani ruslashtirish va yakunda yangi Rus Turkistonini barpo etish strategik vazifa qilib belgilanadi. 1000 sart bir rus soldati etigining poshnasiga arzimaydi. 18-asr boshlarida qozoqlarning har uchala juzi doimiy bosqin ostida qolib, og'ir ocharchilikni boshdan o'tkazadi. O'z mustaqilligini saqlab qola olmagan qozoqlarning o'rta juzi Buxoroga ko'chib o'tsa,